Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana Chevrolet Nexia 3 ga gulishvitel yasab ko'rsataman. Mana qo'lga kessak ham bo'ladi. Bizga yana bitta imkoniyatlar berildi. Lazer chiqishni. Navoiyga mana shuni lazer xizmati ham bor. Xo'sh, o'rmang, salom alaykum. Nomer qoldiraman. Agar shunaqa lazer xizmatlari bo'lsa kelaverasizlar. Apparat udaridan gulishvitel lozim. Mana shularni kesib olish kerak edi. O'g'larim deymiz-da. Sheri kestirib olamiz. Endi balki elektrod bilan kimdir kesar, rejagini bachkana chiqar. O'g'lim shunga yordam qilaman dedim. Ustanakcha ishlashiga qarang-da. Voy jonidan. Ketdi. Tezlik zavqini his qildingmi? Hoppa. Udar. Aniq, tiniq razmerlar kerak bo'lsa kelaverasizlar-da. Xo'p, davom etamiz. Mana shu turbalarini tayyorlashni boshladik. Mana shuni qilib olamizda mana. Keyin oddiy mana dubl tak o'ttirasiz. Shunday mashinalar. Şöyle sindirverseler oxirani shunga yutasizlar. Nexia 3 ga gulishvitel taqlayapmiz. Chevrolet Nexia 3 ga. Shuna boshlaymiz. Ko'rasizlar? Xo'sh, kiruvchi, chiquvchi. Bu kiruvchi. Kiradi, bunga kelib urilishi kerak. Ovoz yutadi bu. Jaranglar ham qo'ymaydi. Bu yerda bundan kiradi.
yoqib o'tgandan keyin ovozini yutadi va keyin qaytib chiqib ketadi. Xullas kalon shuni. Okey. Yo'qdan nasib hamma ish tugandan keyin buni teshib mana qarang. O'rtadagi перегородка bor-ku ikkita. Listni shunga mahkamlash kerak. Bo'lmasa mana vata ko'rinib turibdi ana. Vata uchib chiqib ketadi. Bu tomonni ichidan to'g'ri qildik. Tomonni ichidan qildik. Kirishgan yo'qgandan keyin bu ko'rinmaydi mana ichi. Daladan teshib chiqib tars indirib chiqish kerak. Mana tayyor bo'ldi glishitel Nexia 3ga. Mehnatimizga bitta lekcha bosib, fikrlar yozib yuboring. O'zingiz yasamoqchi bo'lsangiz, tortinmay kommentariy yozing, yordam beramiz. Maslahat tekin. Podpiska qilib qo'ying kanalimizga. Yana qiziq videolar ko'p. Agar podpiska qilib qo'ygan bo'lsangiz, sizga ko'rinadi-da bu yangi videolar.